Assalomu alaykum barchaga. Bugungi obzor san'atini joyimiz O'roqbog'ida joylashgan bo'lib, sizlarni joy bilan tanishtiradigan bo'lsam, kirgan yerda sizda shunday atmosfera kutib oladi. Ko'rib turganingizdek, hamma yer stejka bosilgan, toza, bu tavshan. Razminin arxayn iratlanib o'tirsangiz bo'ladi. Al bu taraf bog'. Bog'imizda har xil meva-teraklar bor. Bu yerga ekin yeganingiz albatta mo'l hosil beradi. Bog'da ешкі tavuk үшін arnalgan qo'ralarimiz ham bor. Joyimiz biyiq, fundament blokdan. Bu garaj mashinamiz uchun arnalgan. Joydan ichki tarafine o'tadigan bo'lsak, bu esik. Al joyimiz yaqinda remontdan chiqdi. Bu taraf kuxnya. Kuxnyaning ichki tarafida tozalik bo'limimiz bor. Bu yerga azroq remont kerak. Endi bu